O'zbekistonda yangilik do'stlar, ko'rib turibsizlar belanchagimizni. Chiroyli holatda, tiniq holatda, opa-ukalarga sovg'a qilsalaring bo'lar, farzandingiz yumshoq tiniq qiynalmaydi farzandlaring. Chiroyli holatda, zo'r holatda. Hozir bir metal martga kelganmiz. Bitta perilalar xilma-xil turlari bor, 200 xildan turlari bor. Ularda to'liq ma'lumotini hozir Sardor akamdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Rahmat. Rahmat. Bunimiz endi nech pul aka? Xo'p, aka, belanchilarimizni razmerlari shu holatda bo'ladi. Narxlarini vodiy bo'ylab 1 million 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Agar shu atrofda, ya'ni Shaharxonda bo'lsa, dastavkasini ham yo'lga qo'yib berishimiz mumkin. Agar vohadagi akalarimiz bizni kuzatib turgan bo'lsa, akalarimizga vohadagi 4 ta 5 ta tochkalarimiz bor, ya'ni shularga dastavkasini olib borib qo'yganmiz. Do'konimizdan borib xarid qilishingiz mumkin. Bizda 55 xil atrofida perilalarimiz mavjud bo'ladi. Perilarimizni uyingizga olib borib, o'lchab, o'rnatib va ustanovkalari bilan 1 metr narxini 224 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha o'rnatishingiz mumkin. Perilarimizni qildirganimizdan so'ng servis xizmatiga yoki sinib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Perilarimizni hozirgi kunda 10-15 xili juda ham trendga aylangan, ya'ni bu qismni ko'rib turibsizlar. Soqoli deydi, lekin bu hali ko'pchilik yong'oq deb atayapti. Balasina holatdagisi, ya'ni balasina 02 fasonimiz bo'ladi. Narxlari 409 ming so'm, ya'ni bu 1 metrini uyingizga olib borib, o'rnatib berishlari bilan hech qanday bir boshqa to'lovlarsiz tekshirib olasiz. Pulimizni misol uchun berganingizdan so'ng bemalol ishini olib borsa bo'ladi. Ketdi. Buni bu sariqlari ham nejavika. Ha, bularimiz nejavika bo'ladi. Sarig'i bilan silverida farqi bormi deydi? Yo'q, farqi yo'q. Mana 409 ming so'm, bu ham 409 ming so'm. Ya'ni bu narxlarimiz Andijon, Namangan, Farg'ona, ya'ni vodiy bo'ylab bo'ladi. Agar misol uchun joyini o'lchalmayotgan akalarimiz bo'lsa, vaqti bo'lmayotganlarimiz bo'lsa, lokatsiyasini beradi. Ustalarimizga murojaat qilamiz. Ustalarimiz boradi, perilarning joylarini o'lchab, qonshot qilib berishlari bepul bo'ladi. Hech qanaqangi bir pul talab qilmaydi akalar. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Perilarimizga eng asosiy joyi bu sifatli o'rnatishdan ham ko'ra buni garantiyasi deydi. Necha tenga qilib berasizlar? Arzoni bormi, qimmati bormi deydi. Yo'q, 224 ming so'mlik 1 metrimizni ham sifati bir xil, 5 millionligimizni ham sifati bir xil bo'ladi. Sababi bunga ham 51 o'rnatsa, eng qimmatiga ham o'sha sifatli 51. Nimaga unda narxida farq bor desangiz, mana bu ko'rib turibsizlar, balashinamiz misol uchun 28 ming so'mda. Hisoblasangiz o'zi xizmatlari bilan borib qoladi. Endi bunimizning 1 metri 224 ming so'm. Demak, bu yerda bunga qaraganda materialimiz kamroq ishlangan. Shunga qarab farqlanishi mumkin. Misol ko'pchilikka 400 ming desa, bu 300 ming desa, yo'q, sifatida hammasi qo'yiladi. Yana bir narsamiz bo'ladi akalar. Perilarimizga tumbalarni hozir qo'yish juda ham urf bo'lib ketdi. Bagadichisi menga bitta mahallada bitta bo'lsin degan akalarimizga tumbani qo'yasizlar. Qo'yilgan joydan keyin perilar ketaveradi bu tomoniga. Tumbamizni misol uchun boshlanish bir dona narxi 460 ming so'm tashkil qiladi. Rangiga qarab, shakliga qarab, chiroyiga qarab 480 ming, 560 ming, 500 ming so'm, 700 ming so'mga qarab ko'tarib borilaveradi. Tumbani razmeriga qarab, guliga qarab. Shunaqa narxlarda bo'ladi. Endi perilarimizni ko'p joyda hammasi joylar to'g'ri emas. Avariyli joylar keladi-yu. O'sha joylarimizga ham bemalol qilib beraveramiz. Gibka xizmatlarimiz ham bor. Gibka xizmatlarimizni ustamiz bilan kelishilgan holatda uni ham qilib beradi. Endi asosan perilarimizga garantiya masalasi juda muhim narsa, sababi zaynab ketmaymiz deydi. Metalmart kompaniyasi tomonidan hurmatli mijozlarimiz uchun perilarimizga 10 yil garantiya sertifikat qog'ozi, ya'ni varog'i beriladi va 1 yil sinib ketmasligiga garantiya beriladi. Do'stlar, mana 10 yil garantiya berilyapti sinib ketish servislariga. Shu joyga akalarimizni mehnatiga bitta like bosib qo'yinglar. Keyingiga xo'p, har xil turlari bor. Mana perilarlar ko'ryapsiz. Perilarimizni endi aytishingiz mumkin, sizlar ko'rsatgan joylarimiz xonadoningizga 10-15 metr emas, meniki 60 metr, 70 metr deydi. Agar sizni joyingiz yoki obyektingiz yoki ko'p etajli domlar bo'lsa, endi bu ustakalarimizga ham ishlarni bitirib beradiganlarga bo'lsa, narxlarimiz tushadi akalar. Ko'paygan sari misol 50 metrdan qanchadir miqdori tushadi. Shunga qarab, lekin sifatida emas, narxida tushadi. Murojaat qilsa kelishib ishlashimiz mumkin. Ob'yom qancha ko'p bo'lsa, narx arzonlashadi. Shunaqa bo'ladi. Keyin perilar ustanovka qiladigan akalarimizga materiallar zarur bo'lib qolsa ham, optim narxlarda 51, 2,5, 2,5, 16, 2 ga 1, 0,9 tengadagi
mahsulotli profillarimizga ham optim narxlarda yetkazib beraveramiz. Narxlarda qilib bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, har xil turli gullari bor. Eshma gulsani, eshma gullari ham bor ekan. Narxlarni ko'rib. Hozir narxi yozilganlarni sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana bir boshda. Bu tomonda ham bor ekan. Hatto faqat periylar emas, xilma-xil narsalar ishlab chiqarishadi. Bu tomondan magazinlar uchun. Bular magazinlar uchun aka. Ha, bularimiz garderoblar hisoblanadi. Garderoblar aka. So'rilarimiz-chi aka? So'rilarimiz 8 milliondan boshlab 14 millionga qadar ko'tarib borilaveradi. So'rilar ham turibdi. Magazini bor, ishlab chiqarish bor akalarimiz uchun. Katta mahsulotlar ishlab chiqaradigan akalarimiz uchun mana garderoblar bor. Bundan tashqari xonadonlarga so'rilar mana chirimaydi, netmaydi, ancha yil xizmatlar ham qilishadi. Xohlasalar ham bularga balonlar ham qo'yib beraverasizlar aka. Balonlar ham qo'yib beramiz. Razmerlari 2 ga 3,5, 3 ga 4 razmerlarini aytsa, o'shunga qarab yasab beraveramiz. Bunimizni razmeri nechiga necha? Bunimizni razmeri shu 2,5 ga 3,5 mi, shunaqa 2 ga 3,5 mi, shunaqa bo'lishi mumkin. So'rilar, eshaklarga Kaziroylarimiz bo'ladi. Har xil nima desang hamma odam bor. Mana aynali perilarlarimiz. Bular nechi puldan aka? Oynali perilarimizni 650 ming so'mligi bor, 850 ming so'mligi bor. Misol uchun bular 650 ming so'm. Kalyonniy deydi haligi. Kalyonniy. Ranglari misol yodovoy ranglari ko'rib turgandaqa silver, ya'ni abishning o'zini holatida derajatorlar bilan 51 turbaga qotirilgan holatda o'rnatib beriladi. Haligi chekalari mana qo'l kesmaydigan bo'ladi, ya'ni jilolanadi deydimi? Shunaqa narsa bo'ladi. Bexavf bo'ladi. Bu tomondagilarimiz bo'ladigan bo'lsa 5 ga 5 profildan qilingan, 2 ga 1 profilimizni 2 qator, ya'ni divoynoy holatda tortilgani bo'ladi. Narxlari ham o'sha o'ziga holatga qarab chiqadi. Va tumma degan akalarimizga summamiz shunaqa holatda bo'ladi. Misol uchun tummamizni qo'yilgandan keyin ko'rinish holatiga har bittasiga qo'yib chiqish shart emas, rasxod bo'lib ketadi. Lekin biz o'zimiz ustalarimiz joylaringizga qarab bemalol ustanovka jarayonida tavsiya beradi. Agar tavsiyalariga ma'qul bo'lsa qo'yib berishaveradi. Qo'yib bermaydigan bo'lsa tummamizni olib kelaveramiz. O'zini stokasi o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Bitish holati, shuna holatda bitadi, chiroyli bo'lib. Mana ranglilari. Hozir ko'rib turgan bu fasonimiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda stoka yo'q akalar. Sababi stokamiz o'rniga baquvvat holatdagi yuqori dizaynda ishlangan derajatorlarimiz bor. Bu pastki qismiga o'ta ham baquvvat mustahkam qilingan. Bu degani likillayotgan holatda ham umuman chiqib ketmaydi. Tekstaleti ham ko'rib turibsizlar, ustiga emas, yon tomoniga qarab chiqariladi. Sababi ofisning joylariga, haligi mehmon keladigan, ya'ni yaxshi joylarga qilsanglar, uyaltirib qo'ymaydi, xudo xolasa. 1 metrining narxi, misol uchun bularimiz 1 million 700 ming so'm, 1 million 800 ming so'm, ya'ni bu 1 million 700 ming so'm narxlari bo'ladi. Buni ham oynasi qo'lda kesmaydigan holatda bo'ladi. Buni tashqariga qilsa bo'ladimi, ichkarinikimi? Bu ichkariga qilsangiz bo'ladi. Sababi tashqarida har xil tosh tegishi mumkin, endi o'rtacha holatda bo'ladi. Bo'ldi. Xudo xolasa, Metalmark kompaniyamizda Shahrixon filiali, ya'ni asosiy optim joyda turibsizlar. Bu joyimizdagi showroomimiz juda ham ko'p. Tanishtirsak hozir vaqtlarimiz ketadi. Umumiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bizda asosan perila mahsulotlari, oshxona jihozlari, konsollar, stol stullar va perilamizni premium klassdagilari bor, ya'ni abishning o'zini holatdagilari bor. Shularga qarab tanlash imkoniyatiga egasizlar. Konsollar deganda akalar, mana bu ko'rib turgan konsollarimiz kiradi. Bularimiz modellari 25 xildan 35 xilga qarab chiqadi. Narxlari 2 million 800 ming so'mdan 6,5 million 5 millionga qarab chiqadi. Ustiga nima qo'yasizlar desanglar, ustiga akril, MDF yoki laminat bo'ladi. Bu ko'rib turganlarimiz xohlasanglar silver qilib beramiz, xohlasanglar gold qilib beramiz. Olinadigan soniga qarab narxlari ham tushadi. Dastavkalari esa ichida bo'ladi. Ko'rib turgan razmerlari sizga ma'qul kelmasa, razmerlarni ham chiqarib beramiz va holatiga qarab bemalol tavsiya berib, o'lchab kelishlarimiz esa bepul bo'ladi. Rahmat, ishlangan bor. Xohlagan tanlab, mana shu yerda nima tanlasangiz, xilma-xillini qilib berishaveradi. Yoqqan svetdan qilib berishadi. Akamizning mehnatlariga like bosib, obuna bo'lib ketishingizni, kimga shuna nejavika mahsulotlari kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, Sardor. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Ponzat masjidining ro'parasida joylashgan. Ismim Sardorbek. Shu akamiz nomidan telefon qilsanglar arzonroq qilib beramiz.